Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Komila, yaxshimisan? Huzur, kutib qolding-a ancha. Kelyapsizmi? Ishdan sal kechroq bo'shadim-da. Bugunchalik ko'risha olmaymiz menimcha. Xafa bo'lmagin, xo'p? Sanjar aka, men sizni yarim soatdan beri xiyobon oldida kutib turibman-ku. Qishloqdan xolam kelibdilar. Mashina men aytgan vaqtda sal vohliloq yo'lga chiqibdi. O'zim borib kutib olmasam bo'lmaydi. Xo'p? Unda men ketaymi? Jonim, xafa bo'lmagin, atang qilgani yo'q-ku. O'zim majburladim. Xola tezroq shaharga keling, mehmon bo'lib ketasiz devdim. Aytgancha. Xudo xohlasa, sovchilikka jo'natmoqchiman. Ko'narmikanlar? Nimaga ko'nmaydilar? Sen bugunchalik mendan xafa bo'lmay turgin, xo'p? Ertaga albatta ko'rishamiz. Tushunarlimi? Xo'p. Bo'pti, seni yaxshi ko'raman. Ertagacha. Xo'p, xo'p. Mayli, ehtiyot bo'ling. Qani, voy bu. Bismillahirrahmanirrahim. Voy. Qani? Voy bu. Voy. Hay Sanjarjon bolam. O xola? Bu remontlar juda chiroyli bo'pti-yu, a? Judayam chiroyli bo'pti-ya bu remontlar. Voy. Hay bolam Sanjarjon. Voy, bu qandillarni qarang, qandillar ochilgan loladay bo'lib turishini qarang, hamma yo'qni yoritib. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bolam juda go'zal bo'pti. Buyursin, iloyim, buyursin. Yaqinda mebel jihozlarni ham o'zimiz uyga turganmiz, olib kelishadi. Juda yaxshi. Voy, xudoyim, Kiringchi. Diyora. Diyora kel. Kir. Qani? Kel, qarang. O'zingni uyingdek his qilib o'tiraver. Bemalol. Albatta-da. Endi onang bo'lganman, to'g'rimi bolam? Katta qildim mana, o'qitdim mana. Endi onam bo'lganimdan keyin bu uy ham bizning uyimiz bo'ladi-da, to'g'rimi bolam? To'g'ri, xola, men sizdan, pochchamdan bir umr qarzdorman. Aynan, qani ilohi omin. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu remontlar qilib go'zal bo'lgan uying iloyim o'zingga buyursin bolam. Mana shu uyga iloyim mos keladigan asal shakar kelinlar kelsin. Xo'pmi bolam? Ilohim, Alloh. Ilohim, ketganingiz kelsa. O'zimni xolajonim. Jonim bolam. Sizlar o'tirib turinglar, men oshxonaga Diyoraga ko'rsata qolgan, hamma narsani tayyorlab qo'yadi. Hamma narsa tayyor. Sizlar kelasizlar deb o'zim tayyorlab qo'yganman. Endi qarasha qolsin. Bor akaga qarashga. Bor. Buni qayerga qo'ying? Nari qo'yib qo'ying Diyora. Oshxona qayerda? Ajab taqdir bo'lsa. Qani ilohi omin. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Yaxshi kunlar ko'paysin Sanjarbek. Martabalaring ulug' bo'lsin bolam. Amin. Allohu akbar. Rahmat, xola, boshingiz omon bo'lsin. Qani, olinglar. Chiroyli oshxonalarni ham moblab qo'yibsan bolam. Odam mazza qilib dam oladigan joy. Aytdim, xola, qo'ldan kelgancha. O'rgilay. O'zi ishlaring ham yaxshi shekilliga bolam. Iloyim yaxshi bo'lsin bolam. Qanchalik qiynalib o'qiding. O'zi bo'ldimi bu darajalarga yetishingga, bolam? Iloyim niyatlaringga yetib yurgin bolam. Xudoga shukr, yaxshi ham o'qibman, xola. Hozir mana yaxshi firmada ishlayapman. O'zingiz bilasiz, Toshkentda yaxshi ish topish oson emas. O'zi bo'lmaydi bolam. Qani, olinglar. Qani, olinglar. Diyora. Ol bolam. Bismillah. San o'qishga kirmoqchi eding, adashmasam. Diyora.
Xudo xohlasa bu yil men ham o'qishga topshirmoqchiman. O'zim yordamlashaman. Xola, Qiz bolaga o'qishni kim qo'yibdi? Nima menga shahar olib berarmiding? Undan ko'ra oila qurishni o'ylash kerak qiz degan. Ha, to'g'rimi bola? Olla. xola. Oila deganingizga asta-sekin maqsadga o'tsam ham bo'laveradi. Qani, nima ekan maqsading? Xullas, bir juda ham aqlli, odobli, esli, xushli, chiroyli qizga ko'ngil qo'yganman. Ismi Komila. O'shanga sovchi qo'yish niyatim bor. Endi jiyan sovchi-povchi degan gap yo'q. Ha, endi bunday surishtirmasdan turib qanaqa qilib darrov dabdurustdan sovchilik bo'ladi, bola? Ha, endi ota-bobolarimiz ham bunday surishtirishgan. Kim o'zi ular? Nasli nasabi kim? Tomdan tarashani tashlab yuborgandek ertalab turib yugurib eshigidan kirib sovchi bo'lib kirib boraveraman, bilib bilmasdan. Ha? Tushunmadim, xola. Menga qarang. Tushunolmay qolgan bo'lsang, uylanmoqchimisan o'sha qizga? Shunday eshikni ochganda bor chiqib uylanib kelavergan. O'zi nimaga chaqirding meni, ha? Shunga chaqirdingmi? Men sizni yaxshi niyat bilan chaqirdim. Nimasi yomon unga uylansam? Uni avval ko'ringsiz, keyin baho berasiz. Endi oilasiga keladigan bo'lsak, men uni oilasiga umuman ishim yo'q. Men uni o'zini yaxshi ko'raman. Komilaga uylanaman. Shunda ham surishtirish kerakmi, bola? Ha? Da ota-bobolarimizdan bekorga surishtirmagan-ku, axir. Kimligini bilish kerak. Bilmasdan turib qanaqa qilib uylanasan, ha? Qudalarni obro'yi ham, seni ishlaringga ham, hayotingga ham daxldor bo'ladi. Unda obro'li, tagizotli oilani qizlari bo'lsa, albatta yaxshi bo'ladi, bolam. Senga foydasi tegadi deyapman. Axir Komilaga va'da berib qo'yganman. Qolaversa, oyisiga ham aytib qo'ygan. Men sizni kelishingizni aytuvdim unga. Oyjon, bor kela qoling. Sen jim o'tirgin. Yosh bola, sana nimaga aqling yetadi? Qanaqa va'da? Osmonga bir qaragin mana. Va'dalar uchib yuribdi. Va'da berilaveradi, yana qaytarib olaveradi. Nima bo'pti? Da tagzotini bilmasdan turib, hech qanaqa sovchi-povchi bo'lmaydi. Bilib qo'y. Hozir qanaqa ahvolda qolaman men? Nimaga o'zi qarshilik ko'rsatyapsiz? Uylanadigan men bo'lsam, men qarshilik ko'rsatayotganim bola, oldin borib bilaylik, ko'raylik. Qanaqaligini unda yuragim bilan, unda ko'rib bilay, ko'zim bilan ko'rib, qalbim bilan sezib. Ana undan keyin sovchilikka boraman, deyapman. Alaykum assalom, bolam. men ketyapman ishga. Voy bolajonim, kiyimlaringni yarashganini qaragina. Xuddi kuyov bolani o'zi bo'lib qo'ya qolsana, bolam. Bo'pti, xolajon, bo'lsam zerikmay o'tiringlar. Bo'pti, o'g'lim. Ha. Yaxshi bor. Ha, o'zim o'rgilay, ha. Ha? Tishlaymi? Endi nima qilamiz, oyi? Menga qarang. Sanchi? Bo'shashib, shalpayib turavermasdan, mana o'z Sanjar akayni ko'nglini olishga harakat qilgin. Bo'ptimi? Ha, gaplashib yuradigan qizlari bor ekan-ku. O'chir ovozingni. Gaplashsa gaplashaveradi. O'g'il bola ham bitta bilan gaplashadi, bittani oladi. Shuni bahona qilmagin menga. Sen meni aytganimni qilgin, kam bo'lmaysan. Shu hech ko'zim yetmayapti-da shu ishimiz o'xshashiga. Sana qachon bir narsaga ko'zing yetgan, endi yetsa. Sen meni aytganimni qilgin, jon bolam. Men senga aytsam,
Mani maqsadim mana shu yerga Sanjar bilan seni unashtiraman deb kelganman. Bildingmi? Mani niyatim o'zi shu. Sen shu Sanjarga tegasan. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Oyi, dadam qarshi bo'lsalar-chi, Sanjar akamni kuyov qilgan. Dadangga aytib bo'lganman. Hamma gap qayllab bo'lganman. Dadangga ikki dunyo baribir. Dadang tog'da mol boqish bilan ovora. Ikkita opangdan ko'nglim to'q bolam. Seni ham egangga topshirsam, dunyodagi eng baxtli ona bo'laman, jon qizim. Sen ham meni tushungin aql. Agar Sanjarga tegsang, seni boshiga qo'yib yuradi. Kasalingga ham o'zi qaraydi. O'zi davolatadi, jon bolam. Sen meni gapimga kirgin qaysarlik qilavermasdan. Xo'p, oyi. Mana shu qaysarliklaring ham xuddi otangga o'xshaydi-ya. Xo'p, oyi. Sanjar aka? Sanjar aka? Nega kayfiyatingiz yo'q? Yo'q, hammasi yaxshi. Ha. Hammasi yaxshi bo'lsa, kecha xolamlar kelishadi degandingiz. Yaxshi kelib olishdimi? Yaxshi, rahmat. Uyda o'tirishdi hozir. Haligi men oyimga ham aytib qo'yganman. Biznikiga kelishadi deb. Qachon borishar ekan biznikiga? Bilasanmi, haligi xolam hozir yo'ldan charchab kelganlar. Bir ikki kun dam olsinlar. Bu masalada keyinroq gaplashamiz, xo'p? Demak, hali ular bu yerda ko'proq bo'lishadi, shunaqami? Aynan necha kun? Adashmasam bir hafta. Ha. Endi o'zing bilasan. Sovchilikka borishayotganda yaxshilab tayyorgarlik ko'rishmasa bo'lmaydi. Bu narsa olishlari kerak. Sanjar aka, hamma narsa tayyor deb aytgandingiz-ku. Xo'p, tayyor. Bu narsa yana qo'shimcha olishlari kerak, axir. Xo'p. Hozir shu mavzu bo'yicha gaplashmaylik. Sovchilik qochib ketmas. Undan ko'ra yur bugun men seni mehmon qilaman. Voy. O'zi doim siz meni mehmon qilasiz-ku. Yana mehmon qilaman deysiz-a? Hozircha men seni mehmon qilib turay. To'ydan keyin har kuni sen meni mehmon qilasan. Qanday qilib? Masalan, shirin. Juda ham shirin pishiriqlar pishirib berasan. Shirin taomlar pishirib berasan. Va o'zing yedirib qo'yasan. Kelishdik. Bo'pti. Bo'pti, iloyim tinchlik bo'lsin. Dadasi, Sanjarni ko'rsangiz endi. Voy, bir ham shirin bola bo'lgan, bir ham aqlli bola bo'lgan. Voy, bir ham mehribonligini endi aytmasangiz ham bo'laveradi. Voy, hammani havasi keladi-ya. Voy, hammani havasi keladi. Ko'rgan saringiz yana ko'rgis keladi. Juda omma uylarni ham shunday qoyilmaqom qilib remont qilibdi endi. Og'zingiz ochiladi, lang etib kelganingizda Xudo xolasa ko'rasiz. Juda chiroyli. Iloyim omadlarini bersin, iloyim. Opaginamning ham ruhlari shod bo'lsin, iloyim. Ha, bo'ldi. Xo'p, bo'ladi dadasi. Bo'pti, o'zinglarni ehtiyot qilib o'tiringlar. Bo'pti. Hop, mana. Hop. Voy. Diyola. Voy. Ha, nima bo'ldi bola? Nima bo'ldi? Qayerga olyapti? Iching. Voy, hozir men dorini olib kelaman. Hozir bola. Hozir bola. Dorini ichib olgin jon qiz. Ichib olgin bolam, ichib olgin. Ichib olgin.
ich. Qayerdan ham shu yoshligingda sariq kasal bo'lgan ekansan bolam. Mana o'shani asoratida bu bolam. Mana keyin shamollating. Qancha yotqizib davolatdim. Baribir yana og'riyapti-yu. Oyi, o'tib ketar. O'tib ketmayapti-da bolam, o'tib ketmayapti-da. O'shaning uchun ham shu Sanjar akangga tekkin deyapman-da bolam. O'zi boshiga qo'yib sani qaratadi. Kasalingga davo bo'ladi bolam. Kasalingni yuzingga solmaydi. Kerak bo'lsa bolam jonini beradi. Axir u meni jigarim-ku, jigarim-ku. Jon qizim, ikkita opangdan ko'nglim to'q bilasan-a? Endi seni egangga topshirsam, o'sha meni niyatim. Armonim qolmaydi jon qizim, onang o'rgilsin. Oyi, Naqima kasal bo'lurman jon bolam, onang o'rgilsin. Men qanday chidayman? yig'lamang oyijon. Qanday yig'lamayman bolam, qaysi ona yig'lamaydi? Qaysi ona yig'lamaydi bolam? Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Onang o'rgilsin. Jon qizim. Oyi, oyijon, yig'lamang. Yig'lamang faqat. O'rgilay. Hammasi siz aytganingizdek bo'ladi. Faqat yig'lamang. Baxtli bo'ling. Jon, onang o'rgilsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi bolam? Yaxshimisiz? Qarang, ishlaringiz Zerikmay yaxshimi? o'tiribsizmi? Hammasi yaxshimi? Yo'q, hammasi yaxshi bolam. Xudoga shukr. Xola, xo'p, noling. Ha, namcha ko'p pul bolam. Nimaga bu? Ha, endi sovchilikka quruqdan quruq bormasiz. Bu narsa balobatlarni olib chiroyli qilib, tog'oralarni to'ldirib borasizmi? Ko'milaga yetib qo'yaman. Mayli bolam. Endi bolam, mana shu masalada sen bilan jiddiyroq gaplashmoqchiman. Rahmatli opamga va'da berganman. Seni o'zim kuyov qilaman deb o'g'lim. Nima? Diyorani senga beraman deganman bolam. O'zim kuyov qilaman deganman seni. Axir onam bu haqda biror marta og'iz ochmaganlar. O'limlaridan oldin aytganlar. Sen unda maktabda o'qirding bolam. Men tushunmayapman. To'g'ri, Diyora bilan birga o'qiganmiz. Bir dasturxondan osh-ovqat yeganmiz. Lekin u meni singlim bo'ladi. Qanaqasiga unga uylanishim mumkin? Yo'q. Menga qarang. Diyora seni yaxshi ko'radi. Seni yoqtiradi bolam. Bo'lishi mumkin emas, xola. Menga qaragin. Sen hali Diyorani qishloqi bir qiz. Qanaqa ekan deb bunda mensimayapsanmi, a bolam? Nazaring ilmayaptimi deyman-a? Yo'q, unaqa demoqchi emasman, xolajon. Faqat shuni tushuntirmoqchimanki, u meni singlim. Qanaqasiga u bilan turmush qurishim mumkin? U bilan hayot kechirishni men tasavvur ham qila olmayman. Uni yomon demoqchi emasman. Faqat meni o'zim yaxshi ko'radigan qizim bor. Meni to'g'ri tushuning. Hali senga o'sha 7 yot begona ustun bo'ldimi? Senga bergan tarbiyam haqqi hurmati, bergan non tuzim haqqi hurmati, o'sha qiz 7 yot begona bizdan ustunmi? A? Aslo bunaqa demang, xola. Siz meni onam o'rnida onam bo'ldingiz. Alloh rozi bo'lsin. Mehringizni ayamadingiz. Men sizni dilingizni og'ritib, vijdonim oldida javob bera olmay qolaman. Faqat ozgina bo'lsa ham meni to'g'ri tushuning, iltimos.
Unaqa bo'ladigan bo'lsa, Sanjar, unda sen meni faqatgina mana shu uyga sovchilik uchun chaqirgan ekansan-da, a? Boshqa narsaga chaqirmagansan sen, a? Boshqa bu yerda meni qiladigan ishim yo'q. Undan ko'ra bu uydan ketganimiz ma'qul. Diyora, narsalaringni yig'ishtir, ketamiz. Yo'q, qo'y. Meni tinch qo'yga boring. Bu xonadondan hech qachon norozi bo'lib chiqib ketmaysiz. Xo'p, hali gapimiz tugagani yo'q. Bir-birimizni eshitaylik. Faqat nima deyishga ham hayronman. Boshim qotib qoldi. Men sizni norozi qilmoqchi emasman, xola. Axir o'zim onamsiz. Nimaga uxlamayapsan? Og'riq qoldiradigan dori ichgan chiqdim. Voy bolam. Seni. Qara. Shuncha dahorat segan baribir yana og'riyapti-da. Agar Sanjar akangga tegsang, u seni sanatoriyalarga jo'natadi. Topgan puli seniki bo'ladi, bolam. Oyi, ko'nglim g'ash. Shu ishni hech ham qilgim kelmayapti. Shu ish menga juda ham yoqmayapti. Hayotda shunday ishlarni qilishga ham majbur bo'larkansan. Dorini ichib oldingmi? Turoqqa bo'lmasa. Sanjar akang bilmas. Kirib joyingga yota qolgin. Tur bolam. Ey Xudoyim. Ishqilib. Nima qilsam ham shu qizim uchun qilyapman. Yolg'onlarim uchun. Opajonim, meni kechiring. Sanjar aka. Sanjar aka.
haligi to'g'risi bu gaplarni aytishga uyalaman. Lekin oyim sizni sovchilaringizni kutyapti. Xolis qishloqdan kelganlariga ham 2 kun bo'ldi. Lekin siz aniq bir tayinli javob aytganingiz yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Hech nima bo'lgani yo'q. Biz uyga dadam o'rtoqlarini o'g'lidan sovchi kelyapti. Lekin oyim qaytardilar. Oyim sizni sovchilaringizni kutyaptilar. To'g'risi sizni uyingizdagilar kelmaganiga nimadir bo'ldimi deb o'yladim. Yoki xolingiz bilan biror muammo bo'ldimi? Ha? Oldinlari hech narsani yashirmasdingiz. Hamma narsani aytardingiz. Ayting. Komila. Nima bo'lgan taqdirda ham men seni yaxshi ko'raman. Faqat ozgina vaqt kerak menga. Ozgina. Tushunmadim. Qanaqa vaqt kerak? O'ylab olishim uchun vaqt kerak. Nima siz? Shuncha vaqtdan beri o'ylamasdan gaplashayotganmidingiz men bilan? Men sizga tushunmayapman. Meni noto'g'ri tushunyapsan. Tushuntiring unda. Nima bo'ldi o'zi sizga? Oldinlari hech narsani yashirmasdingiz. Biror muammo bo'lsa birga hal qilardik. Hozir esa ichingizga yutib o'tiribsiz. Gapiring. Buni senga ayta olmayman hozir. Aytdim-ku. Menga vaqt kerak. Yaxshi. Mana sizga shuncha vaqt bor. Xohlaganingizcha o'ylang. Bilganingizni qiling. Mana sizga vaqt. Komila. Xolam nimaga telefon qilyaptilar? Diyora. Voy, nima qilib o'tiribsan bolam? Buloqqa tezroq. Sanjar akam bilan restoranga borasizlar. Qanaqa restoran? Voy, qanaqa restoran bo'lardi? Shohona restoranga-da bolam. Borib gaplashib kelinglar. Buloqqa bolam. Bo'l. Bu Sanjar akamlarning ishlari ko'p edi shekilli. Men hozir o'zim qo'ng'iroq qildim. Hamma ishlarini yig'ishtirtirdim. Kesinda endi, xo'pmi? Seni aylantirsin, shaharni ko'rsatsin. Hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Ular bilan nimani gaplashaman? Voy, har kuni nimani gaplashyapti turuvding? A? Bo'l endi siypalanmasdan, kiyingin, tayyorlangin, chiroyli ko'ynaklaringni kiyib, chiroyli pardoz qilib olgin, xo'pmi bolam? Qaysi restoranga borish kerak ekan? Men Toshkentni bilmasam. Menga qaragin. Sen o'zing bormaysan, o'zi keladi mashinasi bilan. O'zi olib borib, o'zi aylantirib, qaytarib keladi. Menga qaragin. Har ehtimolga qarshi dorini ham sumkangga solib olgin, bo'ptimi? Yana og'rib qoladigan bo'lsa, sekin bildirmasdan ichib olgin. Yana Sanjar bilib qolmasin, xo'pmi? Hushyorroq bo'lgan, yana o'sha yerda ham shalpayib o'tirmagin. Xo'pmi? O'zingni tutib o'tirgin restoranda, chiroyli bo'lib. Xo'pmi? Xo'p. Voy, tavba qildim.
Sanjar akamga nima bo'ldi o'zi? Nega o'zgarib qoldilar? Shuncha paytdan beri ularni bu ahvolda ko'rmagan edim. Doim menga mehribon, samimiy edi. Biror marta dilim og'ritmagan. Bugun umuman boshqa qiyofaga kirib qolgandek. Endi nima bo'ladi? Diyora, ochig'ini aytadigan bo'lsam, haligacha o'zimga kela olmayapman. Sen bilan 1 soat o'tirdik. Na sen, na men ichimizdagi gaplarni gapira olmadik bir-birimizga. Sababi nima deb bilasanmi? Chunki men seni o'zimni singlimdek ko'rganman. Senga ortiqcha ko'z bilan qaramaganman. Men ham sizni faqat akamdek ko'rganman. Lekin oyimlarning gaplarini eshitdingiz-ku. Xolam onamga meni o'zlariga kuyov qilib olaman deb va'da bergan ekanlar. Boshim qotib qoldi. Nima qilishimni bilmay turibman hozir. Balki keyinchalik hammasi yaxshi bo'lib ketar. Keyinchalik deysan? Men senga uylanishni hatto tasavvur ham qila olmayapman. Menga Komiladan boshqa qiz kerak emas. Men faqat uni yaxshi ko'raman. Faqat uni sevaman. Mendan xafa bo'lmagin, iltimos. Mayli. Unda borib o'sha Komilangizga uylanavering. Ha? Voy, nima bo'ldi? Ay qara, 1 soatga yetmasdan darrov qaytib kelding. Sanjar qani? Ha? Oyi, u baribir o'sha Komilasini sevadi. O'chir ovozingni. Qanaqa sevgi? Sevgi degani 3 kunlik tuyg'u, g'ir etib, shir etib o'tib ketadi. Bo'lmi? Bu gapni gapirmagin. Senga uylangandan keyin hammasi esdan chiqib ketadi. Oyi, axir men ham uni faqat akamdek ko'raman, nimaga tushunmaysiz? Menga gap qaytaryapsanmi sen, ha? Indamasam mendan shunday baland ovozda gap qaytaradigan bo'ldingmi? Yuzimga qarab, men bularni kim uchun qilyapman, ha? Sen uchun qilyapman. Seni kelajaging uchun qilyapman. Agar Sanjarni qo'lingdan chiqarsang, mana shu kasal holingda kimga tegasan, ha? Bironta yaxshi bir oilaga kelib bo'lalasanmi yo yo'qmi? Peshonamga yozilgani bordir, oyi. Axir Sanjar akam sizni kasalvon qizingizga butun umr qarab baxtsiz o'tishga majbur emas-ku. Iltimos, Sanjar akam baxtsiz qilmay, oyi. Voy qizim, qara. Gapirgan saring ko'zlaringga yosh keldi-ya. Mana endi bildim. Sen haqiqatdan ham Sanjarni yaxshi ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana men aytdim deysan, xo'pmi? Oyi, bu narsa hech nimani o'zgartirmaydi. Axir baxt bir tomonlama bo'la olmaydi-ku, oyi. Biz birga bo'lganimiz bilan baribir baxtli bo'la olmaymiz. Baxtli bo'lasan. Meni aytganimni qilsang, albatta baxtli bo'lasan, bildingmi? Voy. Nima bo'ldi? Ha? Nima bo'ldi? Oyi, bugunoq Sanjar akamga aytasiz. Nima deydi? Aldaganingizni aytasiz, oyi.
hech ham aytmayman. Menga zarilam kelgan yo'q, aytib bo'ptimi? Peshonada nima bo'lsa, shu bo'ladi. Bilib qo'y. Iltimos, bugunoq ularga aldaganingizni ayting. Voy, nima bo'lyapti? Ey Diyora, nima bo'ldi senga bola? Nima bo'ldi? Dorilaring qani? Dorilaring bormi, qoldimi? Nimaga? Voy ular. Voy ular, nima aytmaysan qolmaganini? Nimaga aytmaysan? Nimaga aytmaysan bolam? Nimaga aytmaysan? Bugun kuni bilanchi. Voy, qolmay qoldi. Voy, o'lib qo'ya qolayina. Yomon o'tdi. Hozir voy. Voy, shetdamisan bola? Diyorani mazasi qochdi. Diyora? Voy, doktorga olib borishimiz kerak bolam, tez. Hozir tezroq. Tezda. Bo'la qolgin bolam, bo'la qolgin. Voy jonim qizim. Ahvoli qanday, yaxshimi? Ko'rsam bo'ladimi? Hozircha bezovta qilmaganingiz ma'qul. Biroz dam olsin. Nega ertaroq davolatmadingiz? Jigari ancha xasta bo'lib qolgan. Ukajonim, doktorim. Qo'limiz kaltalik qildi-da. O'zi mana shu jigari og'riganiga dori ichib yurardi. Endi nima bo'lar ekan? Xavotirga o'rin yo'q. Hech ham xavotir olmang. Sanjarbek ismli yigit davolanish uchun pullarni to'lab qo'ydi. Qo'li ochiq, aqlli yigit ekan. Umridan baraka topsin. Aytgancha u kuyovingiz bo'ladimi? O'g'lim bo'ladi. Qizingiz omadi bor ekan. Yonida shunday akasi bor ekan. Men ish tajribamdan ko'p guvohi bo'lganman. Hozirgi paytda aka-ukalar, opa-singillar bir-birini tamomlaydi. Iloyim oilangiz ko'z tegmasin. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat sizga, doktor, rahmat. Xola, ovqat tayyor bo'ldimi? Mana tayyor bola. Tezroq olib boraylik. Issiqqina, qaynoqqina ichib oladi. Baribir o'zingiz pishirganingiz yaxshi bo'ldi. Chunki ona pishirgan taom doimo mazali chiqadi. Ketdik unda. Bolajonim, ozgina o'tirgin shu yerga. Hozir boramiz. O'tir o'g'lim. Onam, sen meni onang o'rnida ona deb bilibsan. Qizimni bo'lsa, xuddi o'zingni senlikdek ko'ribsan. Men senga begonalik qildim bolam. Qizimga uylantirmoqchi bo'lib
senga yolg'on gapirdim. Tushunmayapman. Yolg'on? Bolam, ko'rib turibsan. Diyora kasal edi. Haliyam kasal. Jigari og'riydi. Yoshligidan kasal. Bu qizimni kimga uzataman deb o'ylab qo'rqdim. Bironta bir begonaga bersam, kasalligini yuziga solib ezib o'ldirib yuboradimi deb qo'rqdim. Axir onaman-ku, bolam, qanday qilay? Ustiga ustak sendek bolani kuyov qilishni juda ham niyat qilgandim, bolam. Sen juda ham oq ko'ngil, mard yigitsan, bolam. Qizimni kasalini hech qachon yuziga solmasligingni bilardim. Men xudbin onaman. Senga nisbatan xudbinlik qildim, bolam. Xudbinlik qildim, onalik qilolmadim. Agar kechirsang meni, kechir o'g'lim. Kechir meni, bolam, kechir. Xola. Bo'ldi. Aslida seni bolam deyishga meni haqqim yo'q. Senga nisbatan nohaqlik qildim. Kalta o'ylab xudbinlik qildim, bolam. Mana shu xudbinlik qilganimga iqror bo'ldim, bolam. Iqror bo'ldim. Unaqa demang, xolajon. Men sizdan xafa emasman. Aksincha, sizdan bir umr qarzdorman. Faqat meni to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Qani, ketdikmi? Sanjarbek. Senga rahmat, bolam. Rahmat, o'g'lim. Arzimaydi. Endi bora qolaylik, ovqat sovuq qolmasin. Turing. Bolam. Ha, aytgancha, bolam. Shifoxonadan qaytayotganda bozorga kiramiz. Bozorga? Uyda hamma narsa bor-ku. Ha, endi ertaga men sovchilikka borishim kerak, bolam. Ular ham anchadan beri kutib qolishdi. Rostdanmi, xola? Rostdan, bolam. Men uchun sen baxtli bo'lsang bo'ldi, o'g'lim. Qani, xola? Bitta kulingchi. Komila. Komila? O arazladingmi? Ha, arazladim. Mashinaga o'tirmaysanmi? Yo'q, o'tirmayman. O'tirmaysanmi? Yo'q. Namuncha jahling buring ustida turadi? Ha? Ketaveraymi? Ketavering. O aniq ketaveraymi? Keting. Bo'pti. Bo'pti. Ertaga xolam sovchilikka boradilar. Hazillashmayapsizmi? Sovchilikka odam hazillashadimi? Mayli. Unda oyimlarga aytib qo'yaman. O'zi ham uydagilar rosa o'lib turishgan ekanda, ha? Ko'miladan qachon qutulamiz deb. Bu nima deganingiz? Hazillashdi. Yurmasa, kinoga olib tushaman. Zo'r kino ko'ramiz. Mayli.